Mana deportlar juda ko'p ekan. Bugungi holat 2-oktyabr. Kecha bilet olishadi, xudo xolasa. Boshli ma'lumot. Mana shunga ishlar deportdan olib kelyapti do'stlar. Deportlar. Aytakaga birinchi marta ishonishim. Aka 30 ming eksasan? Reysi zadeshga o'tdi, ko'rib tursa 190, 193 dan 235 uchun u ham zadeshga bo'libdi do'stlar. Chotga o'tdingizmi? Mana keyingi deportatsiyani ko'ringlar mana. Qator quvib ketyapti. Bugun 2-oktyabr kechqurun holat aeroport Domodedovoda biz va xolasa sizlar uchun bugun 10-15 ga yaqin passajirlarimiz bor, kuzatib qo'yamiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlik do'stlarimiz va sizlar uchun bugun aeroport Domodedovodan aniq ma'lumotlarni yetkaziraman. Do'stlar, juda ko'pchiliklar qo'ng'iroq bo'ladi, juda ko'p savollar bu hozirgi kunda zolotoy korona. Ya'ni bu temalarni sizlarga darscha tushuntirib o'tib ketaman. Amina ilovasi va do'stlar, ko'pchilik varayni bo'lib qolgan, chiqib ketmagan vaqtida, vovремя. Endi uchib ketsa bo'ladimi? Tamoshda kontrol ushlab qoladimi, yo'qmi? Mana shu ma'lumotlar bo'yicha ichkarida batafsil gaplashamiz. Ko'chasi sovuq ekan do'stlar. Inshaalloh hozir passajirlarim keladi, kutib olib, chiroyli qilib o'tkazib yuboraman. Do'stlar, kommentariyam birinchisida Telegram kanalimiz bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Hozir ko'rib turibsiz, sezon boshlandi. Aviabilet juda ham qimmat. Kanalimizda aviabilet jadvallari, tezkor yangiliklar va pasport proverka xizmat kerak bo'lsa agar Zaltokondan qarz olgansiz, sudga chiqqanmi yo'qmi, sizga Facebook taqib qo'yib qo'yganmi yo'qmi, shtrafingiz bor, proverka qilish kerakmi, barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizga o'tib ko'rib tursalaring bo'ladi do'stlar. Va qanaqa xizmatlarga bersa, через WhatsApp orqali bizga murojaat qilaverasiz. Qo'limizdan kelguncha sizlar uchun biz xizmatlaringda hozir ichkarida Qanot Sharq, Uralskiy aviakompaniya va O'zbekiston havo yo'llari registratsiyalari ketdi. Hozir ko'rib turganim men 5-vixt do'stlar. Kiraverishda sizlarga aniq ma'lumot beraman, tog'alar bormi. Lekin bitta narsani bilinglar, aeroport Domodedovo gastrolsiyaga o'tgandan keyin tog'alar kamdan kam bo'lib ketgan, juda ham kam. Kelib bemalol uchib ketsalar ham bo'ladi. Yaqinda uchgan odamlar bo'lishi mumkin yoki uchmoqchi bo'lgan do'stlarimiz обязательно qo'rqmasdan kelaveringlar. Uchgan odamlarimiz bo'lsa agar kommentariy yozib qo'yinglar, что sizlarda situatsiya qanaqa bo'ldi? Sizlar orqali xalqqa bir qator manfaatli video bo'ladi. Joninglar omon bo'lsin. Sizlar 5-vixt ko'rib turibsizlar, aeroport Domodedovo. Taksini doim mana shu 5-vichtga zakaz qilasizlar. Bu yoqda mana ko'rib turibsan 6A, 6B. Hozir u eski 2-qavat, 3-qavatlardan уже kirishga hojat yo'q. Kirsalarga u shu yerdan yurib kelishlariga kerak. Undan ko'ra mana shu 5-vichtga zakaz qilingan, mana shu yerdan prama kirib, hozirda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston reyslar bilan bu ko'rinib ham turibdi. Ko'ryapsizlarmi sizlar? Iloji boricha через parkovka orqali lift bilan bezakman do'stlarimiz, lift orqali kirib ketsalar ham bo'ladi. Lekin do'stlar maksimal darajada 5-vichtga zakaz qilasizlar. Yo'qda deport avtobuslarda deportlar ham kelibdi do'stlar. Deportlar ham ko'p ekan bugun do'stlar. Shunaqa gaplar xullas. 5-vichtda turibmiz. Men akalarim kecha bilet olishadi, xudo xolasa. Aka qalay, chotgan emas, xudo xolasa. Akalarimiz hozir registratsiyadan o'tib, ichkariga chiroyli qilib kuzatib boramiz. Videolarga bittadan like bosib, poddesh yoqtirasiz do'stlar. Shunaqa xizmatlarga bersa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasiz do'stlar. 5-vichtdan kirdik, akajon. Chotkimi 5-vicht o'zingiz misol uchun musofirdagilarga. Qalay 5-vichtda holat? Zo'rmi? Gap yo'q, mana hozir xudo xolasa qolgan passajirlarimiz hammasi kirishyapti. 2-oktyabrda juda ham ko'p reyslarda muammo bor ekan. Qaranglar, Domodedovo Samarqand, Qanot Sharq aviakompaniya reysi zadeshga bo'libdi 4 soatga. Domodedovo Samarqand aviakompaniya Uralskiy reysi zadeshga bo'libdi. Ko'rib tursa 190, 193 dan 235 uchun u ham zadeshga bo'libdi do'stlar. Bu yoqda O'zbekiston havo yo'llari 170 dan 177 gacha registratsiya o'z vaqtida boshlangan. Toshkent 154 dan 157 gacha Qanot Sharq registratsiya o'z vaqtida boshlangan. Xo'p, Domodedovo Qarshi 190 dan 193 gacha registratsiyalar boshlangan. O'shga va ketyapti. Endi bu yoqda do'stlar atmen bo'lgan reys bu Xo'jandga Samoner atmen bo'libdi. Aeroport Domodedovo hozir 2-oktyabrda движение endi atmen bo'lgan Tojikiston fuqarolarimiz va O'zbekistonga ketadiganlar mana 5-vichtda kiraverishda o'sha hech kim yo'q, bemalol kiraveradi. Qarang do'stlar, mana shu sizlarga zo'r ma'lumot. Domodedovoda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga ikkita eskalator bor. Birinchisi Qirg'iziston, Qozog'iston, Belarusga mana bu eskalatorga chiqib ketasizlar do'stlar. Mana shu eskalatorga chiqilgan tamoshda kontrol mana shu yerda bo'ladi. Endi bu tomonda do'stlar O'zbekistonga, ya'ni O'zbekiston, Tojikistonga narigi eskalatordan borasizlar do'stlar. Bemalol mana shu orqali chiqib ketasizlar. Endi bu yoqda registratsiya boshlandi. Uni sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib boraman do'stlar. Xo'p, Uralskiy aviakompaniya doim 190 dan 193 registratsiya jarayoni ketadi. Mana shu yerda bo'ladi doim. Rushnoy kladlaringni o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha qilib yozib qo'ygan do'stlar mana bu yerda. Ko'rib turibsizlar mana. Hozir Domodedovo Qarshi, Domodedovo Samarqand, Domodedovo Bishkek, O'shga mana registratsiya jarayonlari boshlangan. 190 dan 193gacha doim shu yerda bo'ladi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston shu yerda bo'ladi. Endi bu yoqda do'stlar O'zbekiston havo yo'llari 602-reys 32-8 bagaj bilan bu yoqda bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari do'stlar.
videolarga befarq emasdan akalar layklarni bosib qo'yasizlar, чтобы yoqmasa ham layk bosib qo'ying, hech yo'q do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, 174 dan 174 dan do'stlar to 177-stoyka O'zbekiston oila 602-reys 32 ga 8 bagajlisi, yonginasida 224 kassa do'stlar. 224-kassa do'stlar va bu yoqda 178 da besplatniy tarozi do'stlar, mana besplatniy tarozi. Son gaplar do'stlar, aeroport dvижения chotki, tog'li yo'q. Mana rushnoylar ko'ryapsizlar, mana Uralskiy bilet olganlar, mana ko'rib turibsizlar, mana sizlarga 100% ma'lumot. Mana shunga dishlaring sig'ishi kerak do'stlar, mana shunga yuklaring sig'ishi kerak. Sig'masa 3800 so'm shtraf qiladi. Akalar, buniki ham, bunisi ham sig'dimi? Bunisi ham sig'dimi? Mana shunga sig'ish kerak do'stlar. Ular bez dokument yurmaylar. Mana deportlar juda ko'p ekan. Bugungi holat 2-oktyabrda holat juda ham deportlar ko'p. Akam hozir ekstradan o'tishdi. Aka o'zi bir og'iz fikringiz misol uchun xizmatimizga aka. Xizmatlar yaxshi. Men Said akaga birinchi marta ishonishim, bir sherigimiz, birga ishlaydigan sherigimiz dadalari qaytib qolgan edi. To'g'ridan to'g'ri telefon qildim. Telefonda gaplashdim-u, pul tashlab yubordim bilet olish uchun. Lekin tanimagan odamga pul chiqarib yubordim deb o'ylanib qoldimda, qarab tursam, xayolim hali tugamasdan o'yim bilet kelib tushdi-da onlayn. O'shanga ishonib, mana o'zimiz ham qolgan sheriklarimizga tavsiya qilib qo'ydik. Gap yo'q, joningiz omon bo'lsin. Aeroport Damadida akam ham chiroyli uchib ketishyapti. Joningiz omon bo'lsin aka. Ishonganingiz uchun. Sog' bo'linglar. Deportdan olib kelyapti do'stlar. Deportlar juda ko'p bo'libdi. Mana keyingi deportatsiyani ko'ringlar, mana qator qilib ketyapti. O'zbek ham, tojik ham, qirg'iz ham bor. Tamoshli kontrol. Akalarimiz registratsiyadan o'tishdi. Akam xudo xolasa. Aka, 30 registratsiyadan? Endi bitta savol aka. Aeroport Damadidan vahima qiladigan do'stlarimiz, o'g'li ko'p degan so'zlarga nima fikringiz, masalan? Ochiq oydin. Ko'rganlaring, birontasini. Sizda qanaqa? Bag'am sizlar bilan sherik bitta reysda. Zo'r. Chotga o'tdingizmi? Chotga. Gap yo'q. Aeroport Damadidan vahima qiladiganlarga nima fikringiz? Bemalol kelishaversin. 5-vaqtda kelaversinlar. 5-vaqtda kelishim, mana mashta hozir mana Zelyoniy zonani oldida turibmiz. Akalar kirib ketadi. Aka, sizda fikr nima? Qani aka xizmatlarimiz? Zo'r. Kutib olaman deb, kuzatib olaman deb, mana xudo xolasa akalarim inshaalloh Samarqandga tushyapti. Qayerdansiz aka? Jizzaxdan, gap yo'q, xudo xolasa. Akalar, rozi bo'lasizlar, xudo xolasa. Xizmatlarimiz ma'qulmi aka? Rahmat aka. Gap yo'q, xudo xolasa. Sizlar sizlarga boya aytib o'tgandek, agar Rossiyada futbolni bo'lib qolgan bo'lsangiz, vaqtida chiqib ketmagan bo'lsangiz do'stlar, keyinchalik oradan 5-6 oy o'tib yoki 1 yil o'tib, 1,5-2 yil o'tib chiqib ketsa bo'ladimi do'stlar? Bu chiqib ketsa bo'ladi, lekin vovремя chiqib ketsalaring o'zlaringga plus. Agar darslar ishlab turib, keyinchalik chiqib ketmoqchi bo'lsalaringlar, bu bezmon chiqib ketsalaring bo'ladi. Ekranda nomerlarga murojaat qilinglar, chiroyli qilib o'zimiz kutib olib kuzatib qo'yish xizmatlarimiz bor. Harakat qilamiz, yordam berganim. Keyingi mavzu do'stlar, Amina приложениесini sizlarga eslatib o'tadigan bo'lsam, masalan, mana hozir shu berilgan kelganimda qog'oz registratsiya qilganman. Shu qog'oz bo'yicha registratsiyam tugagandagi sразу Amina platformasiga o'tib, men o'zim registratsiya qilib oldim. Ya'ni iPhone'ga ham bo'ladi, Samsung Androidlarga ham bo'ladi. Va do'stlar, sizlarga yana bir narsa eslatib qo'yaman. Qo'limdan kelguncha biz dokumentlarni olib kelib, registratsiya o'tkazib, Zelyoniy zonagacha kirgizib yubordim. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu aytib o'tganimizdek, qo'ldan kelguncha, Alloh qudrat qilguncha xizmat ko'rsatib boraman. Bizda aviakassadan bilet olmagan bo'lsa ham yordam berish kerakmi? Yordam beraman. O'zbekiston havo yo'llari hozir batda faqat Toshkentga reysi bor. Keyingi qanot chap, Uralskiy aviakompaniyalar Domodedovo aeroporti 5-vaqtdan kirganingizda вообще zo'r, tinchgina, unaqa muammo, jostki muammo emas. Nimaga? Государствоga o'tgan hozirgi kunda bemalol, чтобы sal yengil bo'lib qolgan, unaqa oldinga o'xshab vahimali emas. Chunki davlatga o'tgandan keyin ancha yangiliklar qo'yardi. Jonlari ham bo'lmasa qolmadi musofirdagilar. Biz ham qo'ldan kelguncha jonimizni xatarga qo'yib kelib, masalan, har qanaqa videolar qilyapmiz. O'zi aslida videolar qilish mumkin emas. Lekin iloji boricha manfaatli bo'ladi va shu video orqali men o'zimni aviakassamni reklama qilib ketaman. Joninglar bo'lmasa, hurmatli aziz videoga befarq bo'lmasam, yoqqan bo'lsa ham, yoqmagan bo'lsa ham, addi shu men uchun bitta like bosib padashab qo'yinglar. Balkim kun kelib qaysidir video orqali sizga savolingizga javob berib ketishim mumkin. Inshaalloh O'zbekistonga kelishga ham arzon biletlar qilib beramiz. Bizda aviakassamizda so'mga, rublga, yevroga, dollarga ham savdo qilsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga qanaqa oplata qulay bo'lsa, biz sizlarga bilet yozib beramiz. Endi poyezdga ham, avtobusga ham va butun Rossiya bo'ylab ham aviabiletlar qilib bera olamiz. Ya'ni Rossiyani Irkutskmi, Xabarovskmi, Vladivostokdami, Sochimdan turibmi,
Samaradan turib ham O'zbekiston territoriyasiga bilet olsang bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar. Biz aeroportdan amaliyotdan chiqdik. Jonlar yomon bo'lsa hammaga rahmat. Kattakon bezakin hammasini kuzatib qo'ydik. Hammalar xursand. Shotgina uchirib yubordik do'stlar. O'zinglar ehtiyot qiling, siz uchun xizmatda.